Boysuntog' etaklaridagi atrofi o'ralgan mana bu 67,5 gektarlik maydonga bundan 4 yil avval kavrak, ya'ni ilmiy nomi ferulla bo'lgan dorivor o'simlik urug'lari sepilgan edi. Qimmatbaho o'simlikni yetishtirish uchun har bir gektar maydonga o'shanda o'rtacha 60-70 ming dollar atrofida mablag' sarflangan. Qo'shma korxona shaklidagi mazkur mas'uliyati cheklangan jamiyati a'zolari loyihaning istiqbolli, serdaromad ekanligi va endilikda yaxshi samara bera boshlaganini mamnuniyat bilan ta'kidlashmoqda. Hech bo'lmasa sherdan 3 million dona ko'chat qozdirsak, mana odam sonini ko'ryapsiz. Kuniga 50 ming dona qozadi. Buni 3 million donani bir 60 kunga qozadi. 10 milliondan bo'lsa ham 600 million so'm pul ketadi shularga, qozishiga. Lekin u yerdan skvajina uramiz. Mana ko'chatning narxini hisoblasangiz, hech bo'lmasa sherga 7-8 milliarddan ko'p rasxod qilamiz. 3 million dona ko'chatga 10 milliard qilamiz. Lekin 10 milliard pulni tasavvur qilib ko'ring, 150 tonna bo'lsa 30 million dollarlik daromad keltiradi. Borinki shuni 5 million dollari rasxodga ketsin. 5 million dollar soliqqa ketsin. Qolgani foyda-ku, xalqqa, bizlarga keladigan pishdi. Qancha kishi ishchi bo'ladi? O'sha qishloqni joydan olganmiz, o'sha qishloqqa shu bir 50-20 kishini, 10 kishini ish bilan band qilamiz. Ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasi mutasaddilari joylarda ushbu sohada faoliyat olib borayotgan tadbirkorlar bilan muloqotlar o'tkazishmoqda. Mavjud masalalar xolis haqqoniy o'rtaga tashlanyapti. Amaliy ko'mak va e'tibor sabab tadbirkor kavrak maydonlarini yana 120 gektarga ko'paytirishga muvaffaq bo'ldi. Hozirda qazib olinayotgan ko'chatlar ana shu yangi plantatsiyalarga yetkazilyapti. Kavrak o'simligi respublikamizning 7 ta viloyatidagi asosan adirli, tog'li va tog'oldi yalangliklarda, sof tuproqli yerlarda o'sadi. Mutasaddilarning fikricha, kelgusida yurtimizda kavrak yetishtirishga ixtisoslashgan klasterlar soni yana oshiriladi. Ularning har biriga dastlab 1000 gektardan yer maydoni ajratiladi va 7 yil davomida madaniy kavrakzorlarni kengaytirish orqali 49 ming gektarli plantatsiyalarni yaratish maqsad qilingan. Mana shu yerga ham Xudo xohlasa mana Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax bu joylarga ham xalq mana shu narsaga qiziqyaptilar. 2019 dan baqqa mana bu yil 2021-22 ga xalq juda shu narsaga qiziqdilar. Sababi narxini ko'rdilar, kerakligini ko'rdi, foydalini ko'rdi. Bu qonuniy narsa. Bu hammaga ish bo'layotgan narsa. Agar har fermer, har dehqon, har ish bo'layotgan bu narsani bir 50 hektar, 100 hektarga bosh bo'lib ekib, xalqni ishga taylasa, bu ham o'ziga daromad qiladi, ham davlatga, ham xalqqa. Eng bu shu insonlarni, odamlarni kambag'alchilikdan, g'aribchilikdan ko'tarayotgan, yaxshi dunyoga olib chiqayotgan narsa. Bizlar bu qilgan ishimizdan xursandmiz. Chunki Xudo xohlasa bir kun shu qilgan rasxodimizni, shu qilgan nimamizni, nalog, soliq, davlatning moliya hamma narsasidan tashqari 20-50 barobar ziyod bizni o'zimizga daromad qilamiz. Kavrak, seldirdoshlar, ya'ni soyobon guldoshlar oilasiga mansub bo'lib, ko'p yillik o't o'simligi hisoblanadi. Kavrakning yer yuzida 160 dan ziyod turi, Markaziy Osiyo respublikalarida 104 ta, mamlakatimizda esa 50 ga yaqin turi uchraydi. Mutaxassislarning bergan ma'lumotlariga ko'ra, 1 gektar maydonda 30 ming tub kavrak xomashyosini yetishtirish mumkin. Har bir ko'chatdan o'rtacha 50 grammdan hosil olinsa, gektaridan 1500 kilogramgacha xomashyo olish imkoniyati mavjud. 1 kilogram kavrak shirasi 120 AQSh dollari miqdorida eksportga yo'naltirilsa, 1 gektar kavrakzordan 180 ming dollar miqdorida daromad olish mumkin. Talab bor, hozir Hindistonga, Pokistonga, boshqa joylarga talab bor, o'sha uchun harakat qilyapmiz plantatsiyani ko'paytirish. Hozir yerlar bepul berilyapti. Qorako'lchilik yerlari opishi plantatsiya yaxshi bir rivojlanishi uchun tekinga berilyapti, tekinga. Faqat imtiyoz, mana imtiyozli kreditlar berilsa, Xudo xolasa mana shu xalqqa 1 gektardan yer berilsa, hammasi tayyor. 1 gektardan yer berilsa, bizlar ko'chatini ekib beramiz. Erta 1 gektar yerda bir 3 yil, 4 yil qarasa, hech bo'lmasa 150 ming dollar daromad qiladi. 10 ming dollar daromad qilmaydi. Lekin 30 mingta 1 gektarga eksa, shuni 150 ming dollardan ko'proq daromad qiladi. Borinki shuni 100 ming dollar daromad qilsin, lekin bunday ish yo'q-da. Talab bor, 200 dollardan masalan sherga bozorga shirasi bo'lyapti. Endi eng qizig'i shu paytgacha bizlarda ota-bobolarimiz buni faqat tabiiy holda ko'paytirish mumkinligini bilishgan. Ibn Sinoning kitobini o'qisangiz ham o'sha talab har bir dorivor o'simlik, mana shu ichakka ham, boshqa ham kasalliklarga davo narsa bu.
kerakli narsada. Hindiston yemasa bo'lmaydi. Buni yeydi, talab bor. O'sha uchun plantasiyani o'sha bizlarga hech bo'lmasa hozir mana 2021 10 yil, 20 yil ishlagan bo'lsa, qorako'lchilikka o'tgandan beri o'sha tugab bo'lgan bu. Mana shu tabiiy holda tugab bo'lgan payti qorako'lchilikda o'tdi. Endi Xudo xolasa yangi imtiyozlar berilyapti, skvajina qo'z boshqa yerlar bepul berilyapti, imtiyozli joylar berilyapti, plantatsiya qilgin deb. Plantatsiya bizlar masalan soliqini to'laymiz, boshqa qilamiz, qachonki shu chetdan keladigan pul bitta o'zimiz yemaymiz, butun xalq yeydi. O'sha uchun shuni plantatsiya qilyapmiz, sotmayapmiz. Mana shuncha xalq ishlayapti. Xudo xolasa Sheroboddan 100 gektar yer oldik. 5 ta skvajina qozib, girdin agrajeniya qilib, chiroyli qilib bir plantatsiya yaratmoqchimiz. Mana bu yerga suvsiz joyga 4 million dona ko'chat, masalan 5 million dona ko'chatni o'rdan bizlar 3 million dona foydasini olamiz. Shirasini olamiz-da suvli joyga. O'shani harakat qilib mana hozir ko'chiramiz endi. Raqamlardan ko'rinib turibdiki, kavrak yetishtirilayotgan maydonlar qishloq hududlariga yaqin. Shu sababli mavsumiy ishlarga ko'proq chekka mahallalarning ishsiz aholisi jalb etilyapti. Sharoitlar yaratilgan, hisob-kitob kunlik amalga oshiriladi. Ish beruvchi tomonidan xodimlarning ijtimoiy muhofazasi ham e'tiborga olingan. Oilaviy 4-5 kishi ishlayapmiz. Shu daromadimiz, ro'zg'orimizga bo'lib turibdi. Endi bir yilda qancha payt ish bo'ladi? Mahsul mana hozir kavrak boshlanishi 2 oydan oshadi. Keyin yegilishi bor. 2 oylar, 3 oy shu bo'ladi, 5 oy nimalar ishlaymiz. Yurtimizda kavrak plantatsiyalarini ko'paytirilishi o'z-o'zidan xomashyo eksportini ham keskin oshiradi. Minglab fuqarolarning bandligi ta'minlanadi. Ma'lum bo'lishicha, 1 gektar kavrakzorda 1 nafar doimiy va 5 nafar mavsumiy ishchi o'rnini yaratish mumkin. Bu esa 7000 gektar yerda 42000 nafar fuqaroning bandligi ta'minlanadi degandir. Agarda bu ko'rsatkich 49000 gektarga yetkazilsa, 250 000 nafar fuqaro ishli bo'ladi. Muhimi Surxon vohasida bu borada natijaga erishish birlamchi masalaga aylangan.